Ko'kka parvoz qilgan qush misol, siz doimo baxtga intilib yashang, baxtdan bir qasr qurib, unda muhabbatga ko'milib yashang. Olamni bezovchi oppoq qor misol, orzularingiz ham ro'yobga chiqsin, hayotingiz esa asaldek shirin, tongdek munavvar va nurafshon kechsin. Tark etmasin sizni shodlik va quvonch, hayotingiz doimo nurlarga to'lsin, hamroh bo'lsin sizga mehr va ishonch. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Assalomu alaykum aziz tinglovchilarimiz, qadrli obunachilarimiz. Mana shunday qutlug' ayyomlarda tavallud ayyomini nishonlayotgan yurtdoshlarimizni chin qalbimizdan samimiy muborakbod etamiz. Hozir bizning loyihamizga yetib kelgan tabriklarni o'z egalari tomon yetkazish maqsadida ushbu qo'ng'iroqni amalga oshirmoqdamiz. Bizdan uzoqlashmang. Biz boshladik. Alo, Alo, assalomu alaykum. va alaykum assalom. Gulnoraxon opamiz bilan bog'landikmi? Rahmat. Salomatmisiz? Ishlar bilan charchab qolmadingizmi opajon? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Rahmat. Opajon, biz sizni Telegram tarmoqlaridagi yaqinlarimga tabriklar loyihasidan bezovta qilmoqdamiz. Ayni damda siz bilan g'oyibona suhbatda bo'layotgan loyiha boshlovchisi Diyora bo'laman. Rahmat, tanishganimdan xursandman. Sog' bo'ling. Avvalambor sizni bugungilik nabiyimizga ummat, Allohimga banda va eng baxtli musulmon bo'lib dunyoga kelgan kuningiz, tavallud ayyomingiz bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Rahmat. Sog' bo'ling. Allohim bergan umringiz uzun bo'lsin, rizqingiz baland bo'lsin. Bunday yoshlarni ko'pini ko'rib, yaqinlaringiz ardog'ida, hurmat e'tirofida yuring opajon. Rahmat. Opajon, bugun bizning loyihamizga mehrli dilnomalar, go'zal dilizorlar yetib kelgan. Loyihamizning bir an'anasi bor, unga binoan sizga bir savol bilan yuzlanmoqchi edim. Aytingchi, nima deb o'ylaysiz, ushbu tabriknomalarni sizga kim yo'llagan bo'lishi mumkin? Qaysi bir yaqin mehribonlaringiz bo'lishi mumkin, opajon? Habibiga qizim jo'natdimikin-a? Albatta, ko'nglingiz bittada topdi qizingiz ekanligini. Go'zal qizingiz Habibaxon opamiz murojaat qilganlar va oila a'zolaringiz, umr yo'ldoshingiz Rahimjon aka, otajoningiz va onajoningiz Abdurahmon ota, Marhabatxon onamiz va farzandlaringiz Muhammadjon aka, Xurshidaxon, Azamxon qizingiz chin qalblardan tabriklab qolishgan opajon. Rahmat. Opajon, birozgina vaqtingiz bormi? Qizingizdan kelgan go'zal dilnomalarni sizga yetkazib qo'ymoqchi edim. Vaqtim bor, aytaylik-chi. Salomat bo'ling. Unda qabul qilib oling va bizni tinglab boring. Assalomu alaykum, mening jannatim kaliti, aziz onajonim. Bugun sizning dunyoga kelgan kuningiz biz uchun eng nurli, eng barakali kun. Chunki bugun siz dunyoni ko'rgan kuningiz. Biz uchun mehr va muhabbat, sabr va cheksiz yaxshilik boshlangan kundir. Ushbu kun munosabati bilan sizni chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Agar yana bir bora dunyoga kelish imkonim bo'lsa, yana sizning farzandingiz bo'lishni tanlardim onajon. Doim ishonch bilan qarab, duo bilan qo'llab-quvvatlaganingiz uchun chin yurakdan ming bora ta'zim qilaman onajonim sizga. Siz bu dunyodagi eng mehribon, eng sabrli va eng matonatli onasiz. Yoshlik qilib sizni bilib-bilmay xafa qilib, go'zal qalbingizga ozorlar berib qo'yaman. Barchasi uchun kechiring. Men sizni onajonim yuragimda butun borlig'im bilan yaxshi ko'raman. Sizsiz hayotimni tasavvur qila olmayman. Sizni mehringiz mening qanotim, duolaringiz mening yo'ldoshim. Sizni ko'rib quvonaman. Sizni sog'insam yuragim eziladi. Baxtimizga doimo sog' salomat bo'ling. Allohim hayot yo'llaringizni barakali, baxtga, quvonchga to'ldirsin. Taningizni sog'lik, salomatlik, qalbingizni xotirjamlik, yuzlaringizni esa tabassumlar bezab tursin. Boringizga shukr jannatim onajonim. Ona, asrolmadim sizni dardlardan, yuzingizga ajinlar yo'latib qo'ydim. O'zimga bir olam zeb berdim, ammo
Sochingizni oqlarga bo'yatib qo'ydim. Yugurdim ortidan dunyo deb necha. Dinmadim tashvishlar bitmadi hech. Tizzangizga tutib ona bir kecha uxlay. Ona oromimni yo'qotib qo'ydim. Yelkangizni tuting suyanay birdim. Bag'ringizda unutay dunyolarni ham. Faqat bitta narsa qiladi alam. Ona sizni barvaqt qaritib qo'ydim deya go'zal dilnomalarni farishta qizalog'ingiz yakunlab qolganlar. Onajon, sizning ham qizalog'ingiz uchun dil so'zlaringiz bo'lsa, marhamat aytishingiz mumkin. Biz esa yetkazib qo'yamiz. Rahmat, katta rahmat. Shunchalik eslaganiga, tengani sog' bo'lsin ham. Bolalarning baxtiga omon bo'lsin ilohim. Hech ham kasal bo'lmasin. Ilohim. Bolalar mehribon bo'lsin, uni ham o'ziga ish qilgan. Ilohim. Tushgan joyda aziz bo'lsin, erlarning puli ko'paysin. Aytganingiz keldi. Chiroyli uchastkalarda mashinani olib chiroyli huzur halovatda yashasin, nima deyman. Aytganingiz kelsin. Hayajonlanib ketdim. Birozgina xursand bo'ldingizmi? Kayfiyatingiz ko'tarib? Ancha xursand bo'ldim, kutmagandim. Kutmaganmisiz? Kim ekan bu notarish nomer deb oldim. Siz uchun kutilmagan Rahmat sizlarga ham, mana shu yerda ishlayotgan qizlarga ham, hammaniga katta rahmat. Sizlarning ham mana shunaqa qizlaringni, o'g'illaringni ana shunaqa bo'lsin, Parvardigor tabriklaydigan, tug'ilgan kunda eslaydigan. Har kun eslaydigan bo'lsin. Aytganingiz kelsin, opajon. Bugungi kuningizni xayrli va barakatli o'tkazib oling. Aytganingiz kelsin, rahmat. Esimda ham yo'q. Tug'ilgan kuningizni? Yo'q, esimda yo'q. Mayli, biz birinchi bo'lib tabrikladik. Eslatib Endi dazmolga o'tiruvdim, dazmol qilaman deb. Xursand bo'ldingiz degan umiddaman. Ta'sirli bo'ldi menimcha siz uchun. Rahmat. Tenjiringiz sog' bo'lsin. Katta rahmat. Qizimga, hammasiga rahmat. Samimiy suhbatingiz uchun sizga ham kattakon rahmat. Biz uchun vaqtingizni ajratganingiz uchun. Rahmat. Salomat. Ko'pgina mash kanallaringni uzoq umr ko'rsin ilohim. Ilohim, aytganingiz kelsin opajon. Hammaga mana shunaqa yaxshilik ulashaveringlar ilohim. Salomat bo'ling. Rahmat. Sog' bo'ling. Bo'pti, xo'p. Boshimga ish tushganida omad qushi uchganida do'stu yor ham kechganida panoh bo'lgan onajonim dilda pinhon g'amlarimdan kiprikdagi namlarimdan ko'nglimdagi kamlarimdan ogoh bo'lgan onajonim siz mehribonim onajonim siz xushzabonim munisa darddoshim metin bardoshim onajonim
qatordan kam bo'lmasin deb g'uncha payti so'lmasin deb mendan oldin o'lmasin deb duo qilgan onajonim bu kunlar ham o'tar degan dard alamlar ketar degan bolamni baxt kutar degan qadrim bilgan onajonim onajonim siz mehribonim onajonim siz xushzabonim munisa darddoshim metin bardoshim onajonim onajonim siz mehribonim onajonim siz xushzabonim munisa darddoshim metin bardoshim onajonim onajonim siz mehribonim onajonim siz xushzabonim munisa darddoshim metin bardoshim onajonim